Sizlarga hint bu yerda mana bu plus minus ikkalasini ham shunga qo'yasizlar. X intilgan a plus, x intilgan a minus. Chunki bu x a bo'lganda, qolgan holatda hammasida mana bu. Plus ham minus ham. Bitta qo'ysanglar bo'ladi bu chunki o'zi. Ha? Ada uzluksiz. Mahraj 0 bo'lib qoladi. Demak, o'shani yo'qotish kerak. Mahraj 0 bo'lib qolyapti, demak qisqarish kerak yoki tepa bilan. O'ylab qarasanglar, to'g'rimi? Ega bo'lish uchun limitga. Limit x a x kvadrat minus 9. Ikkinchi qarorsa x minus a. Limitga ega bo'lish uchun qisqarish kerakmi? Mahraj 0 bo'lyapti. To'g'rimi? Demak, tepa ham 0 bo'lishi kerak. Savolda limitga ega emas. Endi ishlab ko'ringlar. Go left, right. Yamas bitti. Teng bo'lishi kerak. F A. Ya'ni minus 3 ga. Plus minus 3 chiqmaydimi shunda buni qo'yib ko'rsanglar? Shunaqa chiqadi. Chiqqan. Misol uchun, mana past 0 bo'ldi a qo'yganimizda. Tepa 0 bo'lgani yo'q. Demak, son bo'lingan 0 bu undefined bo'ladi, lekin bizda minus 3 chiqishi kerak. Demak, tepa bilan qisqarish kerak. Shunda tepa ham 0 bo'lishi kerak a qo'yganimizda. A kvadrat minus 9 teng 0. A teng plus minus 3. Bittasini olamiz. 3 da x 3 bo'lganda x minus 3 x plus 3 x minus 3 qisqaradi. Necha? Shunda 3 chiqdi. To'g'ri? Lekin bizga minus 3 chiqishi kerak. Minus 3 qo'yamiz endi. Minus 3 x minus 3 x plus 3 qisqaradi. To'g'ri? Minus 3 bo'lganda minus 3 chiqar ekan. Minus 6 2 ga bo'lsalar minus 3. Demak, a minus 3 bo'lishi kerak. To'g'ri? Hop, fx ko'rinishini aytib o'ringlar endi. A bilan a deb qo'yib o'rniga minus 3 ligini topdik. X kvadrat minus 9 taqsim 2x minus 6 mi? Yo'q. Soddalashtirdik bu yerda. X minus 3 2 x teng emas minus nechiga? 3 ga. Hop, minus 3 x teng minus 3 ga. Hop, endi buni qanday hisoblaymiz? F3. Qaysi F3? Qaysiga qo'yiladi? Bunga? Yo, tepadagisiga. 0 bo'lib. Albatta. Chunki 3 ga minus 3 ga teng bo'lmagan holatda hammasida shuni deyapti. 0 bo'ladi. Plus minus 3imiz mana tayyor. Minus 3. Demak, minus 3 chiqar ekan.